من گروه حاجیان ما صحت و سلامت با شهر مکه و مهمانخانه امر آمده جا شدند. من سیم گروه سیم هفته بودم الحمدلله به مکه مکرمه رسیده آمدم. مهمانخانه امر یکی از بهترین مهمانخانه در مکه مکرمه انشاءالله ها در اینجا خیلی ممنون دم میگیرم. یعنی بیتون حاضر 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 جای بیت. سلام علیکم بیتون این ملیکو مجید می سلامو داری بیتون مجید سلام علیکم بیتون سلام علیکم. آقا چطور نقد اومده اینی؟ نقد اومده اینی؟ ماذا نقدی؟ چطور ها؟ نقد اومده بیمونه؟ کجای اومده اینی؟ چه اومده؟ بیتون بیتون سلام علیکم. اومد تو می سلامو تو جان سلام علیکم. ای سلام اومده می سلام علیکم. نولا نام اومده می نولا نام اومده می سلام علیکم. اومد تو می چطور سلام علیکم. اومده می بیتون بیتون سلام علیکم. ضرور سلام علیکم. نقد اومده می حیات همش ده همینجا بی سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام علیکم. Karam ya.
Shu xalqqa niyat qilib, orzu qilib, Baytullohni ko'rib, gunohlardan xoli bo'laman, umra amallarni bajaraman deb, mana bir 50 kishiga yaqin odamlar keldi. Mana shu Zaytun yuksak travel xodimlari mana bir ochiq chehra bilan, toza ko'ngil bilan mana bizni kutib olishyapti. Sizlarning nomlaringizda mana shu firma xodimlaridan birinchidan minnatdorchilik so'rayman. Va mana qo'llarni mana shu yerda qol qoladigan bo'lsang, mana shu necha kunlik bizni hamma bas. Ana xizmatimizni qo'llab qolmang. Bunda xizmatni aytishadi. Ular xizmatni juda yaxshi qilishadi. Shuning uchun buni Zaytunning xizmati a'lo daraja bajarilyapti. Mana men sizlarning nomidan bularni ishontiraman deb biz ham mana shu amallarimizni nuqsonsiz, kamchiliksiz, ko'rsiz qabul inshaalloh bajaramiz. Yorug' yo'l bilan o'zimizga, oxirgi bag'rimizga gunohlardan xoli bo'lib yetib boramiz. Mana barchamizni amallarimizni oson qilsin. Mana shu firma xodimlari bilan hamkorligimiz abadiy bo'lsin. Salomat bo'linglar. Alloh hammamizga kuch-quvvat bersin. Do'lov bo'rak sha.
Muborak shoma Duo qilamiz Qani omin. bismillah. Ilohiy. Amin. Mana shu mahalla o'ziga 2 nafar qarib mana shu Zaytun Yusuf Travel orqali mana niyat qilib Allohning baytiga keldik. Mana shu bizning xodimlarimiz ularni yaxshi kayfiyatda, iliq kayfiyatda bo'lishyapti inshaalloh. Mana Amin. qilinadigan ishlarimiz, amallarimizni Alloh biz tarafidan qabul aylasin. Amin. Har bugungi boshlanayotgan umra vazifalarimizni Allohning o'zi oson qilsin, Amin. mukammal ado etaylik. Amin. Mana bugun davomida yana chiroyli ibodatlar, chiroyli sayohatlar mana shu Zaytun yuksak taraqqiyot orqali bizga nasib etaversin. Amin. Mana suv ahlidan nomidan mana siz bizni xodimlarimizga Amin. sihat salomatlik, bardamlik, ishlarimizning rivojini tilab qolamiz. Amin. Va men sizlarga ishontiramanki, mana shu suv xalqi ular bilan hamnafas Amin. birgalikda Xudo xolasa mana shu firmamizning ishlarini yana rivojlanishda sizlarni qo'shib Amin. ishontiraman. Hammamizga omadimiz bersin. Sog' keldik, salomat, yaxshi tavsiyalar bilan Allohning baytidan, gunohlardan pora bo'lib, ona yurtimizga, oila bag'riga yetib borishimizga nasib etsin. Amin. Allohu akbar. Marhaba. Bismillah. Mana jarayoni qabul mana با نشیده ها باید کیفیت زور mana